Charchab qolyapti o'yinchilar bor-ku. Nima qilmayman. Yaxshi. 8 bilan boshlasak bo'ladi. Ikkinchi taym Hawks Warlord mana shu 5 talik tushadi. Bular tushmaydi mana ular. Tak. 4-chi o'yinimiz. Video menimcha cho'zilib ketyapti. Buni menimcha ikkita qismli qilsam kerak. Bitta qismga sizlar ko'p ko'rib o'tiribsizlar. Mayli. Vaqtinglarni ko'p olayotgan bo'lsam uzr. 4-chi, mayli 5-chi o'yindan so'ng to'xtatamiz va keyingi o'yinda ham 5 ta o'ynaymiz. Norvegiya. Va yaxshi darvozabon. Buni tekst bo'lish kerak. Zarba aylanib ketgan. Menimcha noaniqlik bordi. Voy, voy. O'g'lum haqiqatan Terminatorlar bor. Fondga pas bo'lishi mumkin. Musa qochmoqda. Yo'q. To'p fondda. G'alati eshitilyaptimi sizlarga ham boshida? Arabcha kommentariy. Ha, arabcha qilsa qandaydir yaxshiroq, majol Fondga. To'p tezroq qolyapti. Edegor. Voy, Edegorga pas berdi. Yer ber. Yaxshi. Qanotga. Fondga. Fond ortga tortadimi? Tortdi, olib ketyapti. Uzoqdan zarba. Darvozadan Masakaga qo'yaman. Ye. Ber. Mayli. Bo'lim bor. Zo'rg'ut. Fond qanisan? Fond ochilishi kerak edi shu paytda borku. Ehtiyot bo'lish kerak. Solib option. Islom yaxshi. Zo'rlotga. Zo'rlot. Ye, udar bo'lib ketdi. Qanotga oshiradi. Yaxshi. Sarı besh yurdi. Uni tortgan. Zo'rlot. Rayerson katta nazorat qilmoqda ular. O'tdi. Ataylab o'tkazish shekilli. Chunki anaqa marta u o'zgartirish. Bizda Ayr yaxshi o'ynayapti. Ayr boya qutqardi. Yaqqol goldan qutqardi o'zi ham bor. Raqibimiz 5 million XP ga borgan ekan, biz esa salkam 2 million.
Sorloth! Yeah, baby. Bullet Header'lar komandasi. Yaxshi Sorloth. To'p ochildi va ular hujumga beryapti. Sorloth qanotga tavakkalni qo'yadimi? Sorloth yaxshi. Ketdi. Sorlothdan pas, Xollanddan zarba. Va ichkariga sal qoldi. So'nggi vaziyat yaratishga imkoni bor ularni yokida yo'q? Yo'q ekan. 3-marta ketma-ket yutdik. Ketma-ket emas endi. Yutdik 3-sini. Hali beri jonimiz ketmadi. Yaxshigina g'alabalar qozonmoqdamiz. Ligning so'nggi o'yinini o'ynaymiz. Xo'sh, transferda Reshford chiqdi. Kerak emas hech qaysi buni. Haftalikda qanaqa topshiriqlar bor edi? Defender bilan 5 ta career match. Career match videosini ham bugun chiqarsam kerak, bilmadim. Mana bu fiziksiz berib olmasam bo'lmaydi. Yo'q, pulim ketib qoladi. Hamma o'yinchi charchab ketdi. Va biz bugungi videoning so'nggi o'yinini o'ynaymiz. Raqibimiz kim tushardi? Qiziq, ikkita Norvegiya, ikkita Belgiya bilan o'ynadik va keyingi raqibimiz ham Norvegiya. 39 o'yinda o'ynaganda qanotga pas Sorloth o'ynatyapti u ham. Rayerson, Rayerson yaxshi nazorat qilyapti hozircha. 2 daqiqa. Start yaxshi emas. Musa qanotga. O'rtada Edgar o'tirmadi. Berdi. O'yinga pas bo'lishi kerak. O'yin chiqib ketdi. Yaxshi. Abduyni shunchaki yo'qotdik-da. Yaxshi. Tekis joyda Abduyni yo'qotib qo'ydik. Xavfli hujum bo'lishi mumkin. Ko'tarilsa, qo'lni kalla qo'yishi mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Musa tezlik oldi. Voy, o'tolmadi. Ikkinchi tur albatta. Raqiblar juda ya'ni kuchli raqiblar tushadi. Abduyni oldirib qo'yaveryapti. Ular vaqt cho'zishga o'ynaydimi nimanda desam yo'q. Bu yerda qanot oldirdi. Qizil kartochka berishgan. Yaxshi. Nega bu imkon bo'ldi? Yaxshi. Holand ichkaridami? Berg zarba va gol. Qizil kartochka o'yinni Reysga oddiygina o'tib ketdi hozir. Mana bunaqasiga boshlasangiz vaqt tugamay turadi. Musaning o'ziga hisobni 3-2 holatiga keltiramizmi? Yo'q, emas. Edgar uzatma. Ayer kalla qo'yadimi? Yo'q. Va ajoyib vaziyat. Penalti.
Xo'sh. Yo-mayo! Ye, zarba! Penalti. Qizil kartochka, ikkita qizil bu bizga juda katta. O'rta. Nima bo'lardi? Yaxshi, 3-2. Birinchi taymda 3-2 kerak edi. Niyat shu edi. Yaxshi atak. Ular ham bizga o'xshab boshladi. Xo'sh, 5 bo'lamiz Xo'ndidan. Zarba berib qolish mumkinligi bo'yicha nuqtadan va. Birinchi taym 3-2. Ular ikkita qilib olgan. Bizda imkoniyat kattalashdi. Ha, xo'sh. Ular yoki himoyaga yotadi, yokida bilmadim nima qiladi. Lekin ular ajoyib o'ynayotgan edi. Qasddan o'zgartiring. Yaxshi. Nega yaxshi bosilmadi? Himoyaga yotib olgan sostav. Ularning sostavi. Qanot ochiq, o'rta ochiq, zarba, blok. O'z vaqtida blok qo'yildi. Ular vaqtga o'ynashadi endi. Yo-mayo, yoqtirmayman shunday o'yinchilarni borku. Ye? Do'stlar, bu nima bo'lyapti? To'g'ri. Vaqtni cho'zmanglar, iltimos. Bitta qizil olsa ham menga imkon bermayapti. Yo'q, ham yaxshi pas beradi. Aniq zarba bo'ldi. Biz mag'lub bo'ldik. Hamma bilaman, juda ham zo'r o'ynadi u. Hatto bitta gol uraylik, iltimos. So'lga 35 bitta qizil olsa ham menga ikkita gol urishga muvaffaq bo'ldi. Va men bugungi videoni o'z nihoyasiga yetkazaman.